men uylarni malyarkasini qilgan ustaman. Eringiz bizga 5 million so'm pul bergan xolos. 41 million qarzi qolgandi. Pulimizni bermay haydab yuborgandi. Siz ozroq kutib turing. Hozir ketamiz, xo'p? Xo'p. Bu yerda 41 million. Erim sizga berish kerak bo'lgan omonat. Iltimos. Erimdan rozi bo'ling. Allohga omonatimni topshiramiz. Kraskani bankalar. Chiqindiga berib yubordik. Chalga eshitdingsan? Akeling bankalarga gul ekaman degan. Siz gul ekaman degan kraska bankalarini musorga berib yuborgandim. Bu 1 million 5 ming. Gul tuvaga olasiz. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin unda kurs boshqacha bo'ladi. Qiyomatda ko'rishamiz. Bu bolamning operatsiyasini puli edi. Alloh buyuk. Rizqni bandalariga o'zi xohlagan uslubda yetkazib berar ekan. Mirzayev ayoli sizmidingiz? Ha, Alloh sabr bersin.